Morgan Housel pul psixologiyasi 11-bo'lim. Oqilona mulohazali. Faqat mantiqqagina tayanuvchi sovuqqon mulohazakor bo'lgandan ko'ra, maqsadga muvofiq oqilona ish yurituvchi odam bo'ling. Kanalimiz rivoji uchun bizga like bosib, obuna bo'ling va talab va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyalarda fikringizni qoldiring. Bu juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz elektron jadval emas, xato qilishi mumkin bo'lgan va hissiyotlarga beriluvchan insonsiz. Buni anglab yetishim uchun ancha vaqt kerak bo'ldi. Ammo anglashim bilan u moliya sohasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri ekanini tushundim. U bilan yonma-yon yuradigan yana bir narsa bor va unga odatda ahamiyat bermaymiz. Moliyaviy qarorlar qabul qilishda sovuqqonlik bilan faqat mantiqqa tayanib qolamiz. Shunchaki maqsadga muvofiq oqilona ish yuriting. Maqsadga muvofiq ish yuritishni hayotga tatbiq qilish qiyin emas va uning yordamida uzoqqa borish mumkin. Bu pul bilan bog'liq munosabatlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Nima demoqchiligimni yanada oydinlashtirish uchun keling, sifilis, tanosil kasalligini bezgak bilan davolashga harakat qilgan yigit haqida hikoya qilib beraman. 19-asrda yashab o'tgan ruhshunos Yuli Vagner Yarukning ikkita o'ziga xos qobiliyati bo'lgan. Birinchidan, u salomatlik bilan bog'liq holatlarni aniqlashda mohir bo'lgan. Ikkinchidan, boshqalarning ko'ziga ahmoqlik bo'lib ko'ringan narsalarni u jasurlik deb hisoblagan. U o'sha davrda oxir-oqibat o'limga olib boruvchi davosi yo'q kasallik hisoblangan neyrosifilisga, ya'ni bosh miya yoki orqa miyaning sifilitik shikastlanishi, bu treponema pallidium bakteriyalaridan kelib chiqadi va odatda uzoq vaqt davomida sifilisdan davolanmagan odamlarda uchraydi. Shunday kasallikka chalingan bemorlar bilan ishlagan. U kunlarning birida qiziq holatni payqagan. Sifilisga chalingan bemorlar boshqa kasallikka ham chalinib isitma qilishadigan bo'lsa, ularning tuzalish ehtimollari ortib borayotgandi. Vagner Yaruk bu bir necha asrlardan beri mavjud bo'lib kelayotgan hodisa ekanini, ammo shifokorlar uni yaxshi tushunmaganini, aslida esa isitma tanaga boshqa infeksiyalar bilan kurashishga yordam berishini anglab yetgan. So'ngra u mantiqiy xulosalarga tayanib, 1900-yillarning boshlarida tanosilni bartaraf etish uchun yetarli miqdorda kuchli isitma keltirib chiqarish maqsadida bemorlarga bezgak, chechak va ich terlama shtammlari bilan ukol qila boshlagan. Albatta, bu juda xavfli jarayon edi. Bemorlarning ayrimlari muolaja tufayli vafot etgan. Nihoyat Yaruk bezgakning kuchsiz turini tanlagan. Chunki uni bir necha kunlik qattiq isitmadan keyin xinin orqali osongina davolash mumkin edi. Mudhish xatolar va sinovlardan so'ng axiri uning tajribasi ish bergan. Vagner Yaruk ma'lumotlariga ko'ra, tanosilga chalingan 10 bemor 6 nafari bezgak muolajasi orqali shifo topgan. U 1927-yilda tibbiyot sohasida Nobel mukofotini qo'lga kiritgan. Tashkilot Vagner Yaruk hayoti davomida amalga oshirgan eng asosiy ishi ruhiy kasallikni isitma orqali davolashga harakat qilgani edi deb yozgan. Xayriyatki, penitsilin kashf qilinib bezgak muolajasining o'rnini egallagan. Biroq Vagner Yaruk nafaqat infeksiyaga qarshi kurashishda isitmaning ahamiyatini anglagan, balki uni davo sifatida qo'llab ko'rgan. Tarixdagi yagona shifokor hisoblanadi. Odamlar har doim isitmadan qo'rqishgan. Qadimgi rimliklar o'zlarini isitmadan saqlaydi deb Febris nomli ilohga sig'inishgan. Uni tinchlantirish uchun ibodatxonaga tumorlar tashlab ketilgan va shu orqali keyinchalik kuzatilishi mumkin bo'lgan kasallikdan himoyalanishga umid qilishgan. Holbuki Vagner Yaruk bunga boshqacha yondashgan. Harorat ko'tarilishi aslida hech qanday ko'ngilsizlik emas. Aksincha, u tananing sog'ayishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunga kelib infeksiyaga qarshi kurashuvchan isitmaning foydali jihatlari ilmiy dalillar orqali isbotlangan. Tana haroratining 1 darajaga ko'tarilishi ba'zi viruslarning ko'payishini 200 barobarga sekinlashtiradi. Ko'plab tadqiqotchilar isitmalagan bemorlarning natijasi ancha yaxshiroq bo'lishini aniqlashadi, deyiladi Sog'liqni saqlash milliy instituti nashr etgan maqolalarning birida.
Seattle bolalar shifoxonasi veb-saytida farzandlarining ozgina harorati ko'tarilishidan ham vahimaga tushib qoladigan ota-onalarni o'qitish bo'limi mavjud. Isitma tananing immun tizimini qo'zg'ab, organizmga infeksiyaga qarshi kurashishda yordam beradi. Kasal bolalarda 38-40 gradusgacha harorat ko'tarilishi normal holat hisoblanadi va bu ular uchun foydalidir. Biroq xuddi shu nuqtada ilm-fan chekinib, voqelik undan ustun keladi. Isitmaga dunyo bo'ylab yomon holat sifatida qaraladi. Haroratni tushirish uchun Tylenol kabi dorilarni qo'llashadi. Tana uchun himoya mexanizm sifatidagi million yillik evolyutsion roliga qaramay, birorta bemor, birorta ota-ona, aksariyat shifokorlar va hech bir dori ishlab chiqarish kompaniyasi isitmani kasallikdan boshqa narsa deb hisoblamaydi. Bu fikrlar ilm-fan bilan mos kelmaydi. Olib borilgan izlanishlardan birida shunday deyilgan: isitmani davolash reanimatsiya bo'limida odatiy tusga kirgan va davo choralari ilmiy dalillar natijasida paydo bo'lgan amaliy jarayondan ko'ra ko'proq ko'r-ko'rona taqlidga asoslangan. Tibbiyot tarixi markazi rahbari Govard Markel isitmadan qo'rqish haqida shunday degandi: harorat ko'tarilishidan qo'rqish xuddi infeksiyali kasalliklar tarqalishidan vahimaga tushish singari odamlar orasida juda keng tarqalgan. Nimaga endi bunaqa? Agar isitma shunchalik foydali bo'lsa, nimaga unga qarshi kurashishimiz kerak? Menimcha buni tushunish qiyin emas. Isitma og'riq beradi. Odamlar esa tanasining biror joyi og'rishini yoqtirishmaydi. Shifokorning maqsadi kasallikni shunchaki davolash emas, aksincha bemor uchun ayni damda oqilona va bezarar chora nima ekanini aniqlab, shunga asosan davolashdir. Yuqumli kasallikni davolashda isitmaning biroz foydasi tegishi mumkin, ammo u og'riq bergandan shifokor oldiga borib, og'riqni to'xtatishni iltimos qilaman. Choyshab tagida qaltirab qaqshab yotganimda ilmiy tadqiqotlarning natijalari bilan ishim bo'lmaydi. Agar haroratni pasaytiradigan doringiz bo'lsa, menga ham bering. Agar yuqumli kasallikka chalingan bo'lsangiz, haroratingiz ko'tarilishini istashingiz mantiqan to'g'ri bo'lishi mumkin, ammo u maqsadga muvofiq emas, chunki siz ham men kabi og'riqqa chiday olmaysiz. Xuddi shunday mantiqqa asoslanishdan ko'ra maqsadga muvofiq ish tutishni odamlar pul bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishda ham hisobga olishlari lozim. Moliya sohasi asosan matematik jihatdan maqbul strategiyalarni topish bilan shug'ullanadi. Mening fikrimcha esa real hayotda odamlar bunday strategiyalarni ma'qul ko'rishmaydi. Ular tunda tinch uxlashlarini ta'minlaydigan, ularga xotirjamlik bera oladigan strategiya xohlashadi. Garri Markovich tavakkal va foyda o'rtasidagi matematik aloqalarni o'rgangani uchun Nobel mukofotini qo'lga kiritgan. 1950-yilda u zamonaviy investitsiya nazariyasini yaratganida undan o'zi qanday investitsiya strategiyasidan foydalanish haqida so'rashadi. U shunday javob bergan: aksiyalar narxi oshib ketganda birjada ulushim bo'lmagan yoki pasayib ketganda ulushim bo'lgan paytda boshdan kechiradigan qayg'umni tasavvur qilib ko'rdim. Niyatim kelajakda pushaymon bo'lib qolmaslikka erishish edi. Shuning uchun hissamni obligatsiyalar va qimmatli qog'ozlar o'rtasida teng ikkiga bo'ldim. Markovich keyinchalik strategiyasini o'zgartirgan, ammo bu yerda ikkita muhim jihat e'tiborga molikdir. Birinchisi, ertaga pushaymon bo'lib qolmaslikmikan degan qo'rquv aralash ikkilanishni qog'ozda tushuntirish qiyin, ammo real hayotda shu asosda ish ko'rgan kishini oqlasa bo'ladi. Mantiqqa tayanuvchi sarmoyador raqamli faktlarga asoslanib qaror qabul qiladi. Maqsadga muvofiq oqilona ish yuritadigan sarmoyador esa uni hurmat qilishlarini istaydigan hamkasblari orasida konferensiya zalida yo o'zi uyaltirib qo'yishni istamaydigan turmush o'rtog'i bilan maslahatlashib qaror qabul qiladi. Investitsiyaning ijtimoiy jihatlari borligi odatda e'tibordan chetda qoladi. Ikkinchi muhim jihat esa uning bu ishini to'g'ri qabul qilishimiz kerakligidir.
Markovich bilan intervyu olib borgan Jason Zweig keyinchalik shunday yozadi. Fikrimcha, odamlar bu kabi qarorlarga mantiqan yoki mantiqsiz fikrlashgani uchun emas, shunchaki inson bo'lganliklari uchun kelishadi. Biz keragidan ortiq chuqur o'ylashni yoqtirmaymiz va odatda diqqatimiz oxiri yo'q turli-tuman narsalar bilan band bo'ladi. Demak, zamonaviy investitsiya nazariyasi asoschisi Markovich ilk sarmoya kiritganida o'z izlanishlari hisobga olmaganining hayratlanarli joyi yo'q. Keyinchalik strategiyasini o'zgartirgani ham ajablanarli emas. Markovich mantiqan yoki mantiqqa zid ish yuritdi deyish noto'g'ri. U shunchaki vaziyatdan kelib chiqib oqilona harakat qildi xolos. Moliya sohasida odatda e'tibordan chetda qoladigan narsa shuki, nimadir aslini olganda to'g'ri, lekin muayyan vaziyatda xato bo'lishi mumkin. 2008-yilda Yale universitetidan 2 nafar tadqiqotchi pul jamg'arishni endigina boshlagan yoshlar aksiya sotib olishayotganida nafaqa hisob raqamlariga 2:1 uslubida, ya'ni o'zlarining har bir dollar pullariga $2 miqdorida qarz olib pul o'tkazishlari kerak degan mavzudagi izlanishlarni chop etishdi. Tadqiqotchilarning ko'rsatishicha, bu sarmoyadorlarga yoshlik chog'larida nisbatan kattaroq tavakkal qilib, bozordagi keskin o'zgarishlarga dosh berish va keksayganlarda kamroq tavakkal qilish imkonini beradi. Yoshligingizda bankdagi jamg'armangizni qo'yib xonavayron bo'lsangiz ham, agar shu kundan boshlab o'zingizni tiklab reja asosida harakatlanib, hisobingiz yana 2:1 usulida pul o'tkazib yuborsangiz, urinishlaringiz uzoq kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishini isbotlab berishgan. Matematika qog'ozda yaxshi ish beradi. Bu mantiqiy strategiya. Vaholanki turli vaziyatlarda u maqsadga muvofiq kelmasligi mumkin. Normal odam nafaqa hisob raqami kuyib ketgach, yana o'sha strategiyaga amal qilishda davom etib ketavermaydi. Ular boshqa yo'llarni izlab ko'rishadi. Ehtimol moliyaviy maslahatchilarni sudga berishar. Tadqiqotchilar ushbu strategiyadan foydalanish orqali hayotingiz davomida topgan pullaringizga qaraganda nafaqa hisob raqamingizda jamg'ariladigan pul miqdori 90% yuqoriroq bo'ladi degan xulosaga kelishdi. Ammo bu ham turli vaziyatlarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Dastlab mantiqsizdek tuyulgan qarorlarni tushunishga chorlaydigan mantiqiy sabab bor. Masalan, men sizga o'zingiz yoqtirgan loyihalargagina sarmoya kiritishni tavsiya qilaman. Odatda bunday maslahat berilmaydi. Sababi investorlar sarmoyalari haqida gap ketganda hech qanday tuyg'u his qilmasliklari, qayg'urmasliklarini iftixor bilan aytishadi va bu mantiqan olganda to'g'ridek tuyuladi. Ammo strategiyangiz yoki aksiyalaringiz haqida qayg'urmasligingiz qiyinchilik paydo bo'lganda ulardan voz kechib ketishingiz ehtimolligini oshirsa, bunga o'sha mantiqiy fikrlaringiz sabab bo'lgan bo'ladi. Ammo strategiyalarni yaxshi ko'radigan, mulohazali va maqsadga muvofiq ish yuritadigan investorlar shu o'rinda ustunlikka egadirlar. Chunki ular o'z rejalariga sodiq qolishadi. Strategiyangiz qanday natija berishiga eng katta ta'sir qiluvchi omil foyda kamayib, qiyinchiliklar kuzatilayotgan paytlarda ham unga sodiq qola olishingizdir. AQSh bozorlarida foyda olishning tarixdagi ehtimollik darajasi bir kunlik davr mobaynida 50%, bir yilda 68 va shu paytgacha 20 yilda 100% tashkil etgan. Demak, sizni o'z yo'lingizda davom etishga undaydigan har qanday omil siz uchun foydalidir. Yoqtirgan ishing bilan mashg'ul bo'l. Qabilidagi so'zlar baxtli hayot kechirish sirlari qatorida tilga olinganda safsatadan boshqa narsa emasdek tuyuladi. Lekin unga qiyinchilik davrida sizga qo'shimcha sabr-bardosh beradigan omil sifatida qaraganingizda, u har qanday moliyaviy strategiyaning muhim qismi bo'lishi kerakligini anglaysiz.
Kelajagi bor, lekin siz uchun ahamiyatli bo'lmagan birorta kompaniyaga sarmoya kiriting. Ishlar yaxshi ketayotgan bo'lsa, bundan xursand bo'lishingiz tabiiy. Ammo salbiy o'zgarish bo'lib, unchalik qiziqmagan kompaniyangizdan zarar ko'ra boshlasangiz, bu siz uchun ikki tomonlama musibat bo'lib, boshqa imkoniyatlarni sinab ko'rishga undaydi. Agar avval boshdan kompaniyani yaxshi ko'rsangiz-u, masalan, uning oldiga qo'ygan maqsadi, ishlab chiqarayotgan mahsulotlari yoki unda ish olib borayotgan mutaxassislar guruhi sizni unga bog'lab tursa, vaqti kelib kompaniya qiyinchilikka uchrab, pullaringizdan ayrilishni boshlaganingizda o'zingizni muhim bir loyihaning bo'lagiman deb hisoblashingiz sizga qo'l keladi. Bu sizni hammasidan voz kechib, boshqa loyihalarga o'tib ketishdan saqlaydi. Pul masalasida mantiqqa tayanishdan ko'ra maqsadga muvofiq ish yuritish kerak bo'lgan juda ko'p holatlar bor. Odamlar yer sharidagi 95% dan ortiq davlatlarni e'tiborsiz qoldirib, o'zlari yashayotgan davlatdagi kompaniyalargagina sarmoya kiritishadi. Bu mantiqan to'g'ri emas aslida. Lekin sarmoya kiritish pulingizni begonalarga berib yuborishdek bir gap ekanini hisobga olsak va o'z yurtingizdagi tanish kompaniyalarga sarmoya kiritish sizga ishonch beradigan bo'lsa, buni oqilona fikr deyish mumkin. Iqtisodiyot va aksiya bozorining kelajagi haqidagi taxminlarning aksari o'ta noto'g'ri bo'lib chiqadi. Lekin taxmin qilish inson uchun maqsadga muvofiq yo'ldir. Garchi bu haqiqat ekanini bilsangizda, erta tongda o'zingizga kelajak sizga nimalarni tayyorlab qo'yganini umuman bilmasligingizni aytib uyg'onish juda qiyin. Berib boriladigan investitsiya prognozlariga tayanib ish yuritish xavfli yo'ldir. Ammo odamlar nima sababdan kelajak haqida turli taxminlar qilishdan to'xtamasliklarini yaxshi tushunaman. Bu shunchaki insonning tabiatiga xos bo'lib, oqilona qarordir. Vanguard kompaniyasi asoschisi Jon Bogle butun boshli karyerasini arzon indeksli investitsiyalarni targ'ib qilishga sarflagan. Uning o'g'li aktiv va yuqori qiymatli hedge fondi menejeri sifatida faoliyat yuritishni boshlashi esa ko'pchilik uchun g'ayritabiiy tuyuldi. Yuqori qiymatli fondlar arifmetik qonuniyatlarni buzadi deb hisoblaydigan Bogle o'g'lining fondiga sarmoya kiritgan. Xo'sh, buni qanday izohlash mumkin? Biz ba'zi ishlarni oilaviy sabablarga ko'ra amalga oshiramiz degan edi Bogle bir safar Wall Street jurnaliga bergan intervyusida. Bu borada fikringiz o'zgardimi deb so'ramoqchi bo'lsangiz, javobim shuki, aslida biz yashayotgan hayot o'zgaruvchandir. Haqiqatdan ham shunaqa.